Endi sizlar pul sarflab Xitoyga borishinglar shart emas. Nima deysizlarmi? New Shoes do'koni ochilgan Sergelida bilasizlar. Xitoy oyoq kiyimlarimiz Xitoy narxida sotilyapti. Hozir hamma o'ylaydi, meni ovozim shunaqa o'g'il bola cho'p ketishi deb o'ylashadi. Nimaga bunaqa narx turibdi bu? Bu 99 emas, buni hozir 85 mingga tushirib yubordim. Chunki bitta narsa aytaman, o'tgan kuni post qo'ygandim. Men bu oyoq kiyimlarni ko'rasizlar. Nima chiqmagan? Chiqarishmabdi. O'zim kelib chiqaraman. Men aytib turibman hozir Xitoy oyoq kiyimlarimiz Xitoy narxida deb. Xitoy oyoq kiyimlar Xitoy. Hali ham narxlar shunaqa skidka. Undan narxini voy. Men eshitmaydi, bir-birimizni ustiga gapiraveramiz mana shunaqa biz. 85 mingga qo'yib yuboring. To'xtab turing. Post qo'ygansiz-ku. To'xtab turing. Qani vitrinaga qo'ying. 100 xil modelda olib kirgandik, har xil modeldagi oyoq kiyimlarimiz 85 ming qo'ygandim. Undan oldingi postni ko'rgan bo'lsanglar, dedim, bundoq qarasam ham 99 ming turibdi. Men buni chiqarishmagan. Keyin jahlim chiqdi, to'xtang. Keyin meni jahlim chiqdi. Mashlarni hammasini 85 ming qo'yib yubordim. Nima deysiz? Xitoy oyoq kiyimlar Xitoy narxida. Bo'ldi, ketdi, men bu ham ketdi. Vitrinaga qo'ying. Men ko'raman, olib tashlay hammasini vitrinaga. Mashlarni hammasini. Olib yuboring-da buni senikda. Mashlarni 85 ming so'mga skidka qo'ring. Hammasi 85 ming. Nima deyapmanman? O'sha? 85 ming oyoq kiyim qo'yilmagan, nima jahlim chiqdi? Qo'yilmagan, men ham jahlim chiqadi. Nima qilay? Men qo'yim kelib, o'zim ko'rsatib yuboring, rostmi? O'zim taxlayim kelib. Xullas, kelinglar mana. Mana shular hamma oyoq kiyimlar. Bular sezon o'tib ketgan oyoq kiyimlar emas. Bular hammasi letni oyoq kiyimlar. Letni Xitoydan yangi kirib kelgan oyoq kiyim hidlari ham turibdi hali. Mana yengiligi bo'lib. Xullas, yangi firmadan Xitoydan kirib kelgan oyoq kiyimlarimiz 85 ming. Undan tashqari mana shu vitrinaga chiqmagani uchun bitta aybi shu bo'ldi. Mana shu hamma oyoq kiyimlar 85 ming tushirib oldim. Endi bitta like bosib, komment ham yozib yuborsa kerak menimcha. Podpiska tashlashmasa qilmayman. Ketdim, obzor qilayman. Tashladinglar podpiska. Tashlagan bo'lsanglar obzor qilaman. Boshqa qator ko'rsatvoring, polni 85 ming tushirib olamiz. Hammasini endilikda 85 ming so'm. Podpiska bosmasdan kuzatadiganlar ko'payganda bizda, shuning uchun podpiska bo'lib qo'yishsa, bundan ham boshqa skidka qilarman. Balki 10 mingga nimadir chiqarib yuborarman endi. Mana, keling. Spot anaqasi bilan 85 ming so'mlik seniklarimiz. 85 ming. Klelab qo'yamiz hozir. Kelasizlar bemalol mana shu Xitoy krossovkalarni Xitoy narxida olib 85 ming. Olib ketaverasizlar. Hammalarni. Hammasini. Ne shu ustida kutib qolamiz, Sergelida joylashganmiz.